Ko'z ko'rish o'tkirligini tiklash mumkin emas degan yolg'onlarga aldanganmisiz? Oynagini tashlaganlar. Rahmat. 3 qator tushdi. Juda yaxshi ko'ryapman. Nabiramning zreniyasi yaxshilandi. -2, -2.25, ikki ko'zi ikki xil edi. Hozir ochkini tashadi. O'g'lini darsga olib kelib, o'zi koridorda uni tinglagan ayol ko'rishini tiklab oldi. Farzandida ham natija bor. Qanday qilib? Bilmoqchimisiz? Ochkini tashladim, xudoga shukr oxirgi qatorgacha ko'ryapman. Yo'q, Xudoga shukr. sizda natija 100%. 100%. Farzandingizda qanaqa? Umuman ko'rmaydigan ko'zlar yorug'likni seza boshladi. 7 kunda ya. His qilyapti-da ko'zlar. Sanamasdan ham sezadi. Sanamasdan mana yo'qyapman, mana yorug'lik sezyapti-da ko'zi ham. Hali 30 yoshga ham kirmagan qizning ko'zini operatsiya qilamiz deb so'ralgan pul qancha bo'lgan? 65 million. Ko'rish boshqa tekshirishlardan tashqari. Mashqlardan keyingi natijalar qanaqa? Birinchi qator bilan boshlagan edim. Hozir 4 ga tushdim. Bizning tavsiyalarni tinglab, gapimizni yolg'on deb aytgan yigit darsda o'tiribdi. Norbekov markazi haqida sizdan eshitgandim. Unda ishonmagandim. Ko'zidagi o'zgarishlar haqida uning fikri qanday bo'ldi? Hozirga kelib oxirgi qatorda bemalol ko'ryapman. Qoyil zo'r gap bo'lishi mumkin. Umumiy qilib aytganda 5 qator pastladi-da. Qashqadaryolik onaxon uyda mashg'ulotlarni qilib natijani yaxshiladi. Bu yerga kelgandan so'ng qanday bo'ldi? Men 3 qatorga tushib ketdim ko'rdim. Yonimdagi ana ko'zda peshonasidan o'tdi. Hozir ko'zingiz meni ko'zimdan ham yaxshi ko'ryapti ekanda demak. 2 qator qo'ydim. Pastdan, ha? Bolalar ham o'zlarining ko'zlaridagi ijobiy o'zgarishlarni gapirishgan. Bir kunda bir diod TVdan tushdi. Bilmoqchimisiz? Marhamat. Malomat qilmoqchimisiz? Marhamat. Sevmoqchimisiz? O'zi bizni sevadiganlar juda ko'p. Mayli, sizniki ham kamlik, ko'plik qilmaydi. Unda biz Reklamada 1 dioptriya deganmiz, har bir qatorning orasi taxminan 1 dioptriya. Bu yerda 3, 4, 5 bo'lib ketyapti. Ko'proq olib ketaveringlar. Assalomu alaykum. Sarvarning yolg'onlari turkumidan navbatdagi aldovlar jamlanmasi. To'g'ri-da. Ko'z ko'rish o'tkirligini umuman tiklab bo'lmaydi. Bittagina yo'l ko'rlikka tayyorlanish degan haqiqatga ishonuvchilar uchun men yolg'onchiman. Norbekov sog'lomlashtirish markazining ustozlari safsata sotarlar. Akademik Mirzakarim Sanaqulovich Norbekov esa umuman tentak bo'lmag'ur tajribalar ustida ish olib borgan odam. Asta ko'r bo'lib boraverasiz, ko'zingizni bog'lab uyda ko'rlik mashqlarini qiling, yo'lingizni chizavering deganlarning qoshig'idan birga osh ichish baxtiga muyassar bo'lganlarni hech narsa deb ishontirmoqchi emasmiz. Hech narsaga ishontirmoqchi emasmiz. Biz hozir kimlarga gapiramiz? Ko'z ko'rish o'tkirligini tiklash mumkin. Har bir tana a'zosi agar olib tashlanmagan bo'lsa yoki jiddiy jarohat olmagan bo'lsa, o'z vazifasini qayta tiklay oladi. Buning imkoni bor degan haqiqatga suyanadiganlarga 1-2 dalillarni keltirmoqchimiz xolos. Bizda natija olganlarning o'zlari gapiradi. 3 taqardim. Hozir taqmayapman. O'zim harakat qilmayman. Sal ko'rmagan joyim yoshga qarasam ko'rinyapti. Hamma anaqalarni yaxshi ko'ryapman. Ko'zim ozgina bitadi, uyam tuzaldi, quloqlarim shang'illashib ketdi. Endi xudo xolasa mashqlarimni davom ettirib, tiniq ko'rishga, niyatlarimga yaxshi yetishga, hajga borishga niyat qilganman. O'zim Makkalarga borib, xatm qilib, hammani duo qilib kelishga, Norbekov ham, ustozim Shuhratjonni ham duo qilib kelaman. Xudo xolasa hammamizni yorug'ur, yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda ushlash nasib qilsin. Ilohim. Kelaman degan ko'zi xirali hammanglar kelinglar, og'rig'i borlar. Shu yerda tuzalish mumkin ekan. Toshkentdan Sultonova Dilorom.
kasb mutaqazosi bilanmi ish qilib ko'zim xiralashib katarakta diagnozini qo'yishdi. Bu katarakta diagnozi bilan operatsiya qildirmasa ham bo'lmaydi. Немедленно operatsiya deb hattoki tekin operatsiyaga yozib berishdi. Keyin operatsiyalardan qo'rqaman. Shu umid bilan Norbek sistemalari to'g'risida oldinda ancha o'qib xabardor bo'lib yurardim. Mana endi o'zim kelib, ishonib, ko'zimni ko'rishlari yaxshi, tumani ham ancha ketdi. O'sha kataraktani butunlay tuzalib ketishiga ishonaman. Boshqa bir umid bilan operatsiya qildirish xohlamay yurgan odamlar bo'lsa, hammalari kelishini xohlayman. 7 kunda natija oldingiz demak. Ha, oldim, alhamdulillah. Bardavom bo'lsin. Ikki qatorga tushdi. Ish qatoringiz 2-ikkitaga tushdi. Ikkitaga tushdi. Anaqa o'qishga kelganman, Qur'onlarni bemalol o'qiyman. Ko'z o'ynaysiz. Men 7 kunlik ko'rish imkoniyatini tiklash, ko'zning ko'rish funksiyasini qayta jonlantirishga bag'ishlangan kursda ishtirok etdim. Ishtirok etmadim, kuzatdim. Oxirgi 7-kuniga kirdim va bildimki, guruhda ishtirokchilar ko'p, aslida ro'yxatdan o'tganlar bulardan ham ko'p bo'lgan. Guruh ilojsiz 2ga ajratilgan. Ikkisida ham qatnashib, natija olganlar bilan suhbatlashdim. Lekin mening e'tiborimni qo'liga fonar ushlab turgan yigit tortdi. Fonar yordamidagi mashg'ulotlarda u yorug'likni seza boshlabdi. Qoyil qoldim. Menda kelganimda Hozir ozgina jimlik saqlab turaylik, ozgina. Qaddi qomat tabassum qilib turaylik. Men dastlab kelganda men umuman fonar bilan ishlayman, chunki ko'z ikkalasi ham ko'rmaydi-da. Dastlab 30 gacha sanab fonar bilan ishlaymiz, o'ngga chapga qimirlatib. Dastlab 30 gacha sanaganda ko'rinsa orasida bir oxirlarida 20 dan keyin bir ko'rinib qolsa, yorug'lik ko'rinardi. Bo'lmasam bir xil turaverardi. Hozir uje bunday yoqaman, uje yorug'likni his qilyapti-da ko'zlar. Sanamasdan ham sezadi. Sanamasdan mana yoqyapman, mana yorug'lik sezyapti-da ko'z ham. Endi xudo xolasa yana qattiqroq ishlasak, xudo xolasak, hamma qatori ko'rib ketamiz, xudo xolasa. Hozir yorug'lik umuman sezilmasdi, yorug'lik seza boshlagani ham natijaga chiqqanini bildiradi, to'g'rimi ustoz? Bardavom bo'lsin natijalaringiz. Bardavom bo'lsin. Tushunmadim. Ko'rish imkoniyatini butkul yo'qotganlar ham uni qayta tiklay oladimi? Qanaqasiga? Alloh taolo bandasini shu organizmini o'zini o'zi tiklaydigan qilib yaratgan. Har bir a'zoni. Buni fan tilida regeneratsiya deydi. Shuni men aytishdan charchamayman. Birinchi o'sha bemorga ko'zi ko'ra olishi mumkinligini ishonch uyg'otish kerak tuzalishiga. Keyingi masala o'sha haqiqatan apparat ko'rsatyapti. Ko'rish to'r pardasini qisman yoki butunlay atrofiya, ya'ni o'lishi ro'y bergan holatda ham u yerga to'g'ri mashqlarni qilganimizda qon aylanishi yaxshilanib, o'sha yerdagi asab ko'rish asab tolalari tirila boshlaydi, uyg'onadi. Asta-asta. Kimdadir sekin, kimdadir tez. Farqi shunda. Va ularga fonarik tutishimizni sababi o'sha yorug'likni ko'rmagan svetoshusheniya yo'q. Lekin o'sha fonar bilan mashq qilganda o'ngdan chapga, chapdan o'ngga qilib kayfiyatlarini ko'tarib mashq qilganda 90 sekund. Qon bir marta aylanadi-da, har 30 sekundda buyrak usti bezlari neyrogormon tizimiga kiradigan, qalqqonsimon bezlar endorfin, baxt gormonlar, salomatlik gormonini ishlab chiqaradi-da, har 30 sekundda bir marta borib sug'oraveradi qurigan joyini. Har 30 sekundda bir marta borib sug'oraveradi. Shunday qilib 30 qilamizda 3 marta sug'orilgandan keyin bir marta yaxshilab dam beramiz. 4, 5, 10 daqiqa kerak bo'lsa. O'sha paytda yana davom etib, boyagi qurigan joylarga misoli sug'organday ular tirilib tiklanishni boshlaydi. Sham bilan nega ikkalasini almashtirishni tavsiya qilamiz? Chunki shamda ham yorug'lik bor, ham iliqligi bor. Ehtiyot bo'lib, qosh, kipriklar, sochlar yonib ketmasa, bir 10-15 santimetr masofada ishlasa yaxshi bo'ladi. Agar dastlabda o'rganib olguncha birontasi yordam berib tursa, oila a'zolari. Fonarikda faqat yorug'ligi bor.
ana shuning uchun biz shamni nima qilganimiz, shamda ham yorug'lik ham iliqlikni his qiladida, umid uchqunlari uyg'onadi ularda. Deb ana ko'rganday bo'ldim, mana oq ko'rindi, oldin hech narsa ko'rmasdim, hozir sanaganda 30 gacha ko'rindi, keyin 15 gacha, keyin shunday fonarni kechagi yigitimiz ham mana o'zingiz so'radingiz, guvohi bo'ldingiz, endi fonarikni shunday qilganda ko'ryapti deydi. Yorug'likni hali vaqtli, hali predmetni, konturni ko'rmayapti, lekin asta-asta 1 oy, 2 oy, 3 oy, 6 oyda ko'rsa ham, 1 yilda ko'rsa ham bu mo'jiza bo'ladi. Asta-asta keyin birinchi kontur ko'rinadi. Kontur atrofi sekin-sekin keyin ishlasa, qoshi, ko'zi, burun, yuz, lab, quloqlar ko'rina boshlaydi va sekin-sekin tanib boshlaydi. Ba'zi nimalarimizdan, tinglovchilarimizdan o'sha kelgandan, sanagandan ko'rmaydi hech narsani, sanaganimizdan yorug'likni ko'rib, bir hafta 10-15 kunda konturni ko'rganlari ham bor. Shundaylar ham bor. Hammada har xilda. Ko'zi umuman ko'rmay qolgan bo'lsa-da, 7 kun ichida yorug'likni asta seza boshlagan yigitga onasi hamroh bo'lib kelgan. O'g'lini darsga kiritib yuborgan u o'zi mashg'ulotlar haqidagi ma'lumotlarni koridordagi o'rindiqda o'tirib tinglagan. Mashqlarni xayolan bajargan va o'zidagi natijadan hayratda. Koridorda dars eshitib, ko'zimdagi ko'zoynakni uyga yechib keldim, deyapti u bizga intervyuda. Men Farg'ona viloyati Qo'say shahridan keldim. O'g'lim shu glaukoma bilan keldi. Xudo xohlasa yaxshi natijalar bo'lyapti. Endi ko'zi ko'rmay qolganiga 4 yil, 5 yil bo'ldi. O'sha internetdan o'sha Norbekovning nimasini axtarib topib yurib olib keldi. Boraylik, sizga ham yaxshi, menga ham yaxshi bo'ladi dedi. O'zim endi yoshim 40 dan oshganligim uchun +2,5 bo'lib qolgan edi. Keldim shu bir darsni o'tgandan keyin o'sha 2,5 ochkini tashladim. Xudoga shukr, oxirgi qatorgacha ko'ryapman. Xudoga shukr. Shu koridorda o'tirib. Shu koridorda o'tirib, birinchisida ichkarida qatnashdim o'g'lim bilan, keyin ustoz tashqariga chiqib turing, o'zimiz yaxshi shug'ullanamiz dedi. Keyin mana shu yerda o'tirib o'sha qilgan mashqlarni qilib, o'sha aytgan nimalarni o'zimizning ongimizga singdirib, yaxshi kayfiyatlar bilan o'sha 2,5 da tashlab, Allohga shukr, hozir yaxshi o'zgarish, yaxshi. Demak, farzandingizda ham natija bor. Sizda natija 100%. 100%. Farzandingizda qanaqa? Xudoga shukr, hozir endi 7 kunda endi glaukomani ta'siri sal kechroq nima bo'ladi deyapti. Ustoz yana kelasizlar deyapti. Endi oldin yorug'likni his qilgan uncha emas. Hozir endi mana shu fonardan nima qilib turib, shu darslarda hozir endi yorug'lik his qilyapti dedi. Xudo xohlasa endi inshaalloh yaxshi bo'ladi. Yechim borligini eshitib xursand bo'lgandirsiz. Ishonch bilan keldik, Allohga shukr. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qarang, o'g'lingizda ham natija bor, sizda ham natija bor. Bu joyda yolg'on yo'q, bu joyda yolg'on yo'q, bu joyda bo'rttirish yo'q. Yolg'onni ham bo'rttirishi ham keragi ham, hojat ham yo'q o'zi aslida. Markazdagi odamni ko'ryapsizlar. Yarmi men eshitib kelgan bo'lsa ham, lekin shu yarmini o'rni menda avval ham to'lgan bo'lgan o'zi aslida. Biz bu gaplardan nimani maqsad qilib aytyapmiz? Yechim bor. Yo'q faqat operatsiya, yo'q faqat shunda o'tasan, endi shundoq ketasan degan gaplar sizni sindirib qo'ymasin degan ma'noda bu gaplarni gapiryapmiz. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu Norbekov o'quv markaziga ham hammasiga omad. Alloh rozi bo'lsin qilgan xizmatlaridan. Sog' bo'ling, rahmat. Kontaktli linza umuman nafaqat mumkin emas, ko'r qiladi. Chunki kislorodni tashqaridan kirayotgan kislorodni bekitiladi. To'g'ri, vaqtincha bilinmasligi mumkin, ochki taqishi boshqa, lekin salomatlik nuqtai nazaridan eng xavfli narsa kontakt linza bo'ladi. Umuman mumkin emas, uni shunday yechib irg'itib yuborish kerak. Hech bo'lmasa ochkiga o'tish kerak vaqtincha. Mana shuncha odam yolg'on gapirmayotgandir, menda natija bo'ldi deb. Axir 7 kunlik darsni 7-kunigacha pul to'lab qo'yib, majbur hech kim bo'ynidan bog'lab olib o'tira olmaydi ularni. Ayniqsa pulini to'lagan odam menda nimaga o'zgarish bo'lmadi deb 7-kuni baralla mikrofonda gapira oladi. Endi mashg'ulotlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'zim uchun boruvdim, umurtqamni mashq qildirishdi deydiganlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa bo'yinga biz ishlov beramiz. Sog'lomlashtirish darslarida esa butun hamma bo'g'in umurtqani har bir qismiga, bo'yin, yuqori ko'krak, pastki ko'krak, bel, dumg'azaga e'tibor beramiz. Chunki u yerda ko'zdan tashqari yana barcha boshqa kasalliklar bo'yicha kelishadi. Endi zreniyada
bo'yin juda muhim, chunki bosh, miya, lo'r a'zolari, shu jumladan ko'z a'zolariga ta'minot mikroelement qon orqali, qon tomirlari, kapillyarlar orqali yetib boradi. Agar mana shu bo'yindan million xil asab tolalari o'tadi. Qaysinidir qisib qolgan bo'lsa yoki qon tomirini, asab tolasini ko'zga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu aniq gap. Hozirgi kunda hech kimga sir emas, odamlar mana shu bo'yinga mashqlar juda kamayib ketgan va shuni ham bo'lmaydi. Masalan, biz toza mana bu yoqqacha buring demayapmiz kerak. Klassikada mana bu iyak mana bu yerga kelish kerak. Mana bu yoqqa bu tomonga kelish kerak. Mana bemalol zo'r qattiq harakat qildirmaganda, erkin shu yerga kelish kerak. Ko'pchilikniki mana shu yerda to'xtaydi. Demak, qarang, juda kam ishlayapti. Ko'zni qimirlatishni aytmaymiz. O'shaning uchun biz bo'yinga maxsus oldinga 4-5 marta mana unday qiladi, 7-8 marta yuqoriga 45 gradus burchak ostida, tepaga emas, 45 gradus burchak ostida bunday tortiladi. Asta to'g'rilab, keyin bu yoqqa 7-8 marta, bu yoqqa 7-8 marta va har biri 45 darajaga 7-8 marta har bir burchak ostida ishlov beriladi. Va boyaga qisib qolgan spazmalar, boshqalar hammasi qo'yib yuboriladi. Keyin asta yengil aylantirilib, qarang, nechta mashq bu tomonga ham 5-10 marta va mana bu iyak yaqinroq holatda ikki tomonga qarab 5-10 marta qilinadi. Siltamasdan sekin-sekin. Birdaniga umurtqalar ora pog'onasi ochiladi, bemalol innervatsiya, qon aylanish, gidrosirkulyatsiya joyiga keladi. Undan tashqari biz mana ko'zlarga oddiy harakatlar beradi. Nimaga harakat beradi? Qanaqa harakat? Juda muhim hisoblanadi. Chunki ko'zlarimizni ko'p qismi shaffof. Bu o'tgan safar ham sizga aytgan edim, alohida uchrashganimizda, chunki ko'z a'zolari optik tizim va shaffof qismlarda qon tomir o'tmaganligi sababi biz qon tomiri esa tashqarini obyektlarni bunday ko'rar edik. Shuning uchun ular diffuziya orqali, harakatlar orqali ko'pincha oziqlanadi. Masalan, ko'zni shoh pardasi, shohga o'xshab chiqib eng tepasidagi, darvoqe akulani, ma'lum bir turdagi akulani, qaysidir akulani nimasi to'g'ri kelar ekan o'sha insonning ko'ziga. $7,500 turar ekan bittasimi, ikkitasimi. Almashtirishi faqat o'shani nimasi. Keyin qarang, uni ichidagi suyuqlik, uni orqasidagi suyuqlik shaffof, shohparda shaffof, xrustalik gavhar, ko'z gavharlari shaffof. So'ng ko'z gavharini orqasidagi shishasimon tana, stiklovidniya tana shakl berib turuvchi ko'z olmalariga u ham shaffof va undan o'tib ko'z olmasini tubidagi nimalarga tushadi. Ko'rish to'riga. Retina deydi, o'sha nur obyektga tegib, nur kerak, bir yorug'likda ko'ramiz. Oz miqdorda bo'lsa ham yorug'lik bo'lishi kerak va obyektdan qaytib o'sha hammasidan o'tadi. Endi oziqlanishi kislorod pryamoy oladi, mana yarmi oldidagilari, qolganlari qon tomirlarda. Shunaqa murakkab a'zolar hisoblanadi va kontaktli linza umuman nafaqat mumkin emas, ko'r qiladi. Chunki kislorodni tashqaridan kirayotgan kislorodni bekitiladi. To'g'ri, vaqtincha bilinmasligi mumkin ochki taqishi boshqa, lekin salomatlik nuqtai nazaridan eng xavfli narsa kontakt linza bo'ladi. Umuman mumkin emas, uni shuni yechib o'rgatib berish kerak. Hech bo'lmasa ochkiga o'tish kerak vaqtincha. Keyin o'sha bizni to'rparda hokazo nimalarimiz oldi, ma'lum bir oziqlanishlarni atrofidagi qon tomirlardan oladi va unda ham harakat qilganda olinadi.
konsentratsiyasi ko'p bo'lgan mikroelementlar konsentratsiyasi kam bo'lgan joyga tabiiy oqishi natijasida oziqlanadi. Ko'z gavhari esa atroflari normalniy, bemalol, lekin o'rtasiga harakat qilganda kirib borishi sekinroq bo'ladi. Ana, shuning uchun ko'zga harakat juda muhim hisoblanadi. Oziqa ko'z bo'ylab tarqaladi-da. Oziqa ko'z bo'ylab tarqaladi, suyuqlik tarqaladi, mikroelement kislorod tarqaladi. Shu tarqalmay qolayotganning sababi boyagi harakatlar kam bo'lib ketgandan keyin, suyuqlik yaxshi aylanmagandan keyin glavkoma yuzaga kelishi mumkin. Mana bu yosh nimalari, bu yerdan kanallar bekiladi, boshqa bo'ladi. Chunki harakat yo'q. Biz qo'limizda mana shunday qo'yib qo'ysak, cho'ntagimizga solib yursak, bir necha oy umuman chiqarmasak ya bog'lab qo'ysak, atrofiya bo'lib ketadi. Shu keyin qo'limizni ko'tar desa ko'tara olmaydigan darajaga kelamiz. Ko'zni ichida ham minglab, millionlab nimalar bor, hujayralar bor, mushaklar bor, hokazolar. O'shalar har xil nimalar bo'yicha yetuk harakatlar bo'lishi kerak. Undan keyin ko'zlar ko'rish a'zosi, hamma biladi. Ko'zlar qalb oynasi deyiladi. Bu nima degani? Qalbingizda siz baxtli bo'lsangiz, ko'zingizda namoyon bo'ladi. Qalbingizda siz baxtsiz bo'lsangiz, ko'zingizda namoyon bo'ladi. Bu baxtli bo'lish, ko'zlaringiz porlaydi, chaqnaydi. Baxtsiz bo'lsa, namoyon bo'lsa nima bo'ladi deydi. Baxtsiz bo'lganda namoyon bo'lishi insonni ko'rgisi avtomatik kelmaydi. Spazm bo'ladi. Harakatlar kamayadi. Ko'zini olib qochadi bilsalaringiz. Haligi tushkunlikka tushib qolgan, xafa odamlar, bunday qaranglar, odamning ko'ziga ham qaramaydi-da, pasaytirib gaplashadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz desangiz, qochishga harakat qiladi. Ana shu ko'z ko'rgisi kelmayapti. Bu bir necha kun bo'lsa hech narsa qilmaydi. Oylab, yillab bo'lsa, ana ko'zga salbiy albatta ta'sir qilishi mumkin. Xo'jayin ko'rish to'lamayapti deb. Shuning uchun markazimizda Nordbekov sistemasida ko'z bo'yicha ochilgan yoki sog'lomlashtirish darslaridagi bejizga ko'z gimnastikalarini qildirganimiz bu prostata gimnastika emas. Yengil bajarilayotganliklari ana shu spazmalarni qo'yib yorib, gavharlarni ishlatib, ichki hamma optik tizimlarni ishlatib me'yorga keltiradi. Bizga intervyu bergan mana bu ayol ham qizi bilan mana shu markazga kelgan. Qizi 3 yoshligida ko'rishi bilan bog'liq muammosini sezib qolishgan, -3 daraja ekani ma'lum bo'lgandi. Mana shu paytda astigmatizm ham kasallikka yondosh ekani aniqlandi. Va ko'z oynak olib berishgan, taqishgan, yordam bo'lmagan, aksincha ikki ko'zi ikki xil ko'radigan bo'lib qolgan edi ana shu paytda, deydi ayol biz bilan suhbatda. Va aynan mana shu markazga kelgandan keyin qizining ko'zida qanday o'zgarish bo'ldi? Mashg'ulotni orqada o'tirib tinglagan o'zining ko'zida qanday o'zgarish bo'ldi? Ko'zida ozroq muammosi bor edi. 3 yoshda bilganimizda -3 edi o'zi. Ikkalasi ham bir xil edi, astigmatizm ham bor ekan. Keyin ko'p doktorga olib bordik, qidirdik, u payt bunaqa narsalar bilmasdik. Keyin ochki taqib yurdi, ochkida ham bunaqa zo'r o'zgarish bo'lmadi. Ikki ko'zi ikki xil bo'lib qoldi nabarat. Keyin to'g'risi Instagramda sizni nimangizni ko'rib qolganimdan keyin -0.75 tushibdi 10 kunda deb o'tira olmay qoldim. O'zi keyin ancha payt kutdik, kanikulni kutdik, iyun bo'lishini kutdik. Keyin kelganimizdan keyin Xudoga shukr, hozir ishchi qator oxirida ishlayapti. Zo'r-ku, ana tabriklasa bo'ladi. O'zim ham soat 5 dan 9 gacha Shohruh Norbekov bilan Nurjahon opani sog'lomlashtirish kurslariga birga keldim. Ham keyin aytishdi, bolani mehringiz bilan bo'g'ib qo'ymang dedi. Men bolamni mehr bilan qisman bo'g'ib qo'ygan ekanman. To'g'ri bajar urishaverardim. Ikkita dars chiqib ketdim. Keyin bu kishini darslariga ko'p qatnashib bajara olmadim ko'z bo'yicha. Orqada o'tirardim, yuzini ko'rmasdim shu kishini. Faqat eshitib, hozir yuzlarini ko'ryapman, Xudoga shukr. Sizni ko'zingiz ham yaxshilandi. Qisman koronavirusdan keyin qisman -0.75 zreniya tushgandi. Bizda tepada ishlaymiz, ko'z bilan bunaqa to'liq ishlamaydi, lekin o'sha shu yerga kelganda orqada o'tirsam, yuzingizni ko'rmasdim-da Shuhrat aka. Hozir Xudoga shukr yuzingizni to'liq ko'ryapman. Yo siz yoshargansiz, yo bularni ko'zi yoshargan. Allohga shukr.
o'zimda ham tepadagi darslardan keyin ham o'sha ona o'zgarsa bola o'zgarar ekan. Bolani Albatta. ko'p majbur qilmaslik kerak. Bardavom bo'lsin. Ilohim, rahmat. Rahmat. Yana kimda bor? Ko'z bo'yicha yana kimda? Insonni yana ko'zlari qalb oynasidan tashqari miyamizni tashqariga chiqqan bo'laklari va u o'sha kresna-kres bosh miyani ensa sohasidagi ko'rishimizga mas'ul bo'lgan qismiga ulangan. Va To'g'ri ulangan. To'g'ri ulangan. Demak, bu to'g'ri chiqib turibdi. Tashqariga chiqqan miyani bo'laklari. Ko'zni asrash, ko'zni boyagi baxtli holatda ko'zni ko'rish kelishi va yengil kapalak misoli qushning bir qanotida yengil harakatlar bilan ta'minlash bu miyani asrash bo'ladi, bu xotirani tiklash bo'ladi. Xotirangizni tiklamoqchimisiz? Ko'zingiz quvnashi kerak, yengil ko'zga mashq bering. Fikringiz tiniq bo'lishi kerakmi? Gapirayotgan odamni gapi nima haqida ekanligini darrov anglab olmoqchimisiz? Ko'zingizni mashq qildiring. Ana shu juda ko'p va o'zi butun insonni tanasidagi hamma a'zolari salomatligini ta'minlaydi. Qancha salomatlik bo'lsa, ko'zga ijobiy ta'sir qiladi. Demak, ko'rishimiz uchun faqat ko'zlar ishtirok etmas ekan, butun tanamiz ishtirok etadi. Jigarimiz, masalan, o't qopi, ovqat hazm qilish tizimimiz, umurtqamiz va hokazo, kayfiyat hatto nima qilish qatnashadi. Shuning uchun buyuk tabiblar insonni ko'ziga qarab oilaviy holati, bo'ydoqmi, uylanganmi, turmushga chiqmaganmi, ajrashganmi, nima yoki katta bir qanaqadir bir baxtsizlik ro'y berdimi, ko'ziga, yuzi holatiga qarab bilib olganda juda oson. Ko'z diagnozni inson to'g'risida bir 70-60 dan ziyod foizini aytib beradi. Faqat uni bilsagina nima qayerga bog'liq. Masalan, oddiy pastki qovoqlar shishi demak buyragi. Ko'zni sarg'ayishi demak gepatit muammolari, jigardagi muammolar boshlangan bo'lishligidan dalolat beradi. Ko'zdagi nimalar? Bular eng oddiylari endi hozir. Oddiylari. Qorachig'i, boyagi ko'zni porlab turishi kayfiyatini anglatadi. Ko'zini oqochishi yoki boshqa o'ynashi yoki qovog'ini uchishi, charchashni bildiradi. Juda ko'p narsalarni bildiradi-da. Ana shuning uchun ko'z haqida bu prosta mashqlar emas. Buni o'sha meditsina sohasidagi kollegalarimiz, mutaxassislarimiz bilan birgalikda ana shu fikr almashishimiz kerak. Mashg'ulotlarning yana bir ishtirokchisi uzoq yillik o'qituvchi va kasallik menda buket edi deydi biz bilan suhbatda. Ularni faqatgina ko'zida emas edi muammo. Mirzakarim Norbekovning Tentakning tajribasi 1 kitobini 2013-yilda olganman, o'qiganman. Mashqlarni uyda boshladim-u, keyin tashlab qo'ydim. Mana oradan shuncha yil o'tdi, sizni videoingizni ko'rib qoldim va markazga keldim, dedi u. E'tibor qiling, u mashg'ulotlarga bir o'zi emas, nabirasi bilan kelgan. O'zidagi o'zgarish qanaqa bo'ldi ko'zida? Nabirasini ko'zida qanaqa bo'ldi o'zgarish? 40 yildan beri men shu peshonam mana shunaqasiga burishib qolgan. Umuman kulish o'qituvchiga to'g'ri emas deb o'ylaganman. Kulmagandan keyin har xil kasalliklarni orttirib olganman. Oshqozon sistemamda kasallik, jigarimda, o'timda muammo, nervlarda shamollash, oyoq og'riq, bel og'riq. Keyingi 1 yil ichida meni ko'z katarakta tashxisini qo'ydilar. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedilar. Instagramda sizni ko'rdim. Sarvarbek, men 2 ta bola, Amirxon va Sarvarbek degan o'g'illarim bor edi. Rahmat. Shuni bittasi qarasam, ana shu Norbekov markazini haqida gapiryapsiz. Sizga quloq qo'ydim. Avval sizdan oldin o'g'lim aytganday qo'y deganman. Endi kelib, bu yerga kelib, ana shu domla Shuhratjon Suyendikov sizga rahmat, minnatdorman sizdan. Nafaqat mening, mana shu o'tirganlarning hayotimizda yangi sahifa ochildi. Biz kulish kerakligini, hayotga kulib boqish kerakligini, hamma vaqt yuqori kayfiyatda yurish hamma kasalliklarni yengishning asosiy ekanini tushundik.
Va men anavi jadvalda 11 ta qator borligini shu yerga kelganimda bilmadim. 10-qatorgacha ko'rganman. Hatto oxirgi qatorni nabiram mana bu yerda bitta qator bor bu dedi. Meni ishchi qatorim 7-qator bo'lgan. 3ta qatordan keyin tamom deb o'ylaganman. Lekin pastidan bitta qator bor ekan. Shu qatorni ko'rdim. Hozir meni ishchi qatorim 7dan 4ga tushdi. 3 qator tushdi. Juda yaxshi ko'ryapman. Umid qilaman. Domlaga ixlosim, ishonchim ortdi. Hayotga ishonchim ortdi. O'zimda bir nima deydi, intuitsiya demak, ichki bir kuch paydo bo'ldi. Ana shu kuch hisobiga Xudo xolasa zreniyalarimiz yaxshilashadi. Nabiramning zreniyasi yaxshilandi. -2, -2 25, ikki ko'zi ikki xil edi. Hozir ochkini tashadi. Juda yaxshi ko'ryapti. Natijalar zo'r. Hammaga tavsiya qilaman. Hozir siz nechta qatorni ko'rardingiz? Men Ana shunday qilgan. ish qatorim mana bu edi. Ha. Hozir ham buni ko'rib turibman. Yana bu qatorni umuman ko'rmaganman men. Hozir ko'ryapsiz. Hozir ko'ryapman. Xudoga shukr. Eng oxirgi qatorgacha tushibsiz. Ha, tushatyapman. Yana bir ikkita qator qo'shib beraylikmi sizga? Meni o'zim ko'zoynak taqqanman, achkarikman. Shuning uchun men ularni dardini ularday bilaman, ulardan ham yaxshi bilaman. Necha taqqansiz siz? Men birinchi bilganimda 1,5 bo'lib ketgan ekan o'sha. Kichkina klassda o'tirib dars tayyorlaganmiz, 3-4 metr doska birinchi qatorda o'tirganim uchun 2-3 metrdan problema, muammo bo'lmagan, ko'raverganman. Oliygohda auditoriyaga chiqib, arqaraqqa o'tirishida bemalol xohlab bunday doskaga qarasam hech narsa ko'rinmaydi. Nima qilay desam, sabzi yeng, vitaminlar yozib berdi. Ma'lum vaqt ichdim, o'zgarmadi dedim. Bo'lmasa dedi, 1,5 aka mana ochki taqasiz dedi. Shunday qilib ochki chiroylisidan tanladim. Italyanskiy men studentman, hali uylanmaganman, 18 yosh, 19. Tasavvur qiling. Shunaqangi uyalganman. Soppa-sop deb yurganmanki, miya qabul qilmayapti-da. Ko'zoynakni birinchi taqan. Hammasi shunday bo'ladi. Ana unday muammolar borda ko'rinmas. Uni ochki taqmagan odam his qila olmaydi. His qila olmaydi. Nima u deydi ochki olib turib. Juda katta psixologik muammo. Keyin yaqinlarimni kelayotsa yechib, yashirib, o'tib ketsa taqib, orqaga o'tirib taqib, uni ham juda mayda yozilganlari ko'rinmas ekan. Yana katta qilsam, ko'zimga katta nagruzka bo'layapti. Charchab qoladi, boshim aylanib ketadi. Shunday bo'lganman-da. Keyin asta-asta qutulib, mana ustozni uchratib, birga institutda o'qiganmizda, zaochniy ustozni o'qiganlar, men o'shni o'qiganman. Ustoz talaba bo'lganda men tanishganman. Men ham talaba edim. Mashg'ulotlarning navbatdagi ishtirokchisi toshkentlik ayol biz bilan suhbatda ko'zim operatsiyadan oldin -24 bo'lib qolgandi. Operatsiyadan keyin +7 ga o'tib qoldi. Hattoki zinadan tushayotgan paytim chiziqlarini ko'rmas edim. Ishqilib Norbekov sog'lomlashtirish markaziga eson-omon borib olayda, ana shu joyga boradiganlar hamrohim bo'lib qolsin-da deb duo bilan yo'lga chiqqanman. Taqdir taqozosini qarangki, markazda ishlaydiganlar bilan metroda hamroh bo'lib kelib oldim. Endi mana natijam deb bizga natijalari haqida aytib berdi. Yaqin ham xira ko'rinadi, uzoq ham xira. Hozir qanaqa endi? Hozir endi nima deydi? +7 ni men +5 ga tushirdim. 2 tushdi. 2 dioptriya tushdi. O'zingizga ham bilyaptimi? O'zimga ham bilyapti. Yurayotganda yo'llarim ko'rinyapti. Zinadan tushayotganimda zinani o'sha chiziqlar bemalol ko'rinyapti. O'zim tushib chiqa olyaptim bemalol. To'g'ri. Bu yerga kelishingizdan oldin nimalar qilgansiz? Bu yerga kelishimdan oldin 1 yil oldin operatsiya bo'lgan edi. Ko'zingizda operatsiya bo'lgan. -24 gacha ko'tarilib ketgan edi. Undan keyin operatsiya bo'lgandan keyin +7 ga o'zgartirib qo'ydi-da. +7 ham o'zi yaxshi tushmas edi. Tushmagan holatda shu amallab ishlatardim. Hozir yo'q, +5 ga 5 ko'zoynakni ishlatyaptim. Harakat qilaman endi bundan buyon. Qachon tashlaysiz endi ko'zoynakni?
Ko'zoynakni tashlasa bo'lishiga ishondingizmi? ko'zoynakni tashlasa bo'lishiga ishondim, chunki mana hozir oramizda bir necha qator tushirganlar bo'ldi. Ularni ko'rib yana ham havasim ortib ketyapti. Xudo xohlasa endi harakat qilib yarim yil ichida Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. natijaga erishishga harakat qilaman deb o'ylayapman. Rahmat. Salomat bo'ling. 43 yilmi, 40 yildan oshibdi. Achkin tashlagan. Achkin tashlaganim. Xudoga shukr. Agar qaytalaganda men lupa taqishim kerak edi, mana bunday. Shuning uchun men ulardagi psixologik muammolarni bilaman. O'shalarni kelib ularda umid yo'q. Tashlasa bo'ladimi? Ha, bemalol. Mana men o'zim achka taqqanman. Boshqa bunday bo'lgansizmi, unday bo'lgansizmi deb ularni yuragini to'ridagini aytaman-da, ular "Ya meni qayerdan bilyapti" deydi. Men o'zim achka taqqanman-da. Keyin ularda qarang, o'sha ko'rinmas juda katta muammo, yuklar ketdi. Men sog'lom ekanman, bu vaqtincha ekan, ko'zoynagimni bemalol tashlar ekanman. Qayta tiklanar ekan, mana turmushga chiqadi, uylanaman. Bu bolalarimga keyinga ta'sir ham qilmas ekan deb ana keyin uyquni ko'ring-da. Uni ustidan ko'rinmas 1-200 kilogramm toshni olib qo'ydik-ku. Mazza qilib uxlaydi-da. Ana, keyin albatta asablarni tinchlantiradigan mashqlar ham beryapmiz. Xayoliy uqalash mashqlarini, asablari ham joyiga kelganda hammasi birlashib, kayfiyatlar bu yoqdan mazza qilib uxlaydi ular. Sifatli uxlaydi. Ustozni o'z ustingda ishla degan kitobi qo'limga tushib qolgan paytda o'qidim. Meni nomimdan kitoblar chiqyapti ekan. U kitoblarni jamlovdim, uyimda bir shkaf bo'lib ketdi. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, bu usullar men o'zim o'ylab topgan usullar emas. U kitob yozgan odamlarniki ham emas. Men ustozlarimdan olganman, ustozlarim ustozidan olib, azaliy insonlarga yordam berib kelayotgan usullar jamlangan kitoblarimda deb yozganlar. Endi hozir shu o'rinda to'g'ri, masalan, tibbiyot yo'nalishida bo'layotgan kashfiyotlar, qilinayotgan mehnatlar, bemorlarga ko'rsatilayotgan yordamlar, ularga gap so'z bo'lishi mumkin emas, e'tiroz ham, boshqa narsa ham o'rinsiz bu joyda. Shunchaki aytmoqchi bo'lganim, men tengi bo'lib kecha tug'ilib, shu tizim paydo bo'lganda hali rejada ham bo'lmagan insonlar, bo'lmagan gap mana deb o'tirsa, odamni ba'zida jahli chiqadi. Chunki yechim turgan paytda yo'liga to'siq qo'yib turib, u yog'ini ko'rsatmaslikdan xudbinroq ishi yo'qda. Markazga kelish palon pullik ish emas ekan. Men o'zim mana shu joyda ishlab bilyapman. Bir oylik to'lov $200 emas. Bitta kursniki. 1 martaligi 1.800.000 so'm. Endi hozir bu video ko'rayotgan paytingizga taalluqli, undan keyin o'zgarishi mumkin. Lekin operatsiyani ham kamida 3 million, 4 milliondan boshlab qilishyapti-da hozir. Mana 65 millionga operatsiya qilmoqchi bo'ldik-ku. Va eng yomoni, u qo'yilgan narsa o'ziniki emasligi, qo'yilgan narsa ma'lum yil ishlab berishi. To'g'ri. Men juda ko'p bemorlar bilan gaplashganman, meditsina sohasini ham yoritaman. Ko'zimga qo'ydirgan edim, 2 yil ishlab berdi xolos deb kelishadi. Garantiya degan masalada ham problemasi bor-da. Albatta. Biz ham o'sha ishlasa, biz aytganlarimizni qilsa yaxshi bo'ladi. Olma-pish og'zimga tush desa, biz ham nima garantiya boshqa narsani bera olmaymiz, lekin tiklanadi. Tiklanishini biz bilamiz-da. Insonning organizmi o'zini o'zi tiklaydi-da. O'shani yaxshilab tushuntirib beramiz. Necha yoshdan boshlab ko'z bilan shug'ullanish mumkin markazda? Umuman o'sha bolalarda ko'z muammosini ota-onalar bilib qolganda va o'sha bola tushunadi harakatdan boshqa. O'shanday yoshda boshlab shug'ullanishi mumkin, buyog'i 100 yoshgacha. Nariyog'i bo'ladi. Bizga 93-94 yoshdagilar ham kelganda zreniyadan. Endi mana bolajonlarga faqat bolalar mutaxassisi kerak. Ularga isbot, bir narsalarni kuyib pishib gapirish umuman kerak emas. Bolajonlar mana buni qilamiz. Mana bu qanday bo'ldi? Va zo'r deydi. Ular farishta misol. Hali miyasi top-toza. U kattalashgan sari qiyinlashadi. Kattalashgan sari kasalligi haqida informatsiya oladi. Aqlim o'sib qoldi deydi. Solishtiradi
va sekin asli o'zi bilmagan holda kasalligini hurmat qilish, kasalligiga bog'lanib qolish bosqichi boshlanadi va himoya qilib boshlaydi. Siz alasan unday desangiz, og'zida ha deyaveradi, ong ostida ongida yaqinlashma, meni kasalligim zo'r, siz bilmaysiz. Bu частичная atrofiya, отслоение, ko'rish pardasini ko'chishi deb shunaqangi urg'u berib gapiradi. Faxr bilan. Yaxshi bo'lasiz desangiz, sizni mensimaydi. Xuddi uni haqorat qilayotganda tuyulib qolasiz, siz maqtashingiz kerak. Voh! So'zli kasalligingiz haqiqatan O'zbekiston, nafaqat O'zbekistonda, jahonda birinchi o'rin olar ekan deb maqtab qo'ysangiz, meni ham tushunadigan odam bor ekan-ku deb xursand bo'ladi, lekin bu uni tuzalishiga umuman yordam bermasligini xayoliga ham keltirmaydi-da. Mana shunisi achinarli. Qashqadaryolik Jamoli Oydekkina Oyjamol ona esa ko'zidagi muammo sabab mashg'ulotlarni uydaligidayoq boshlagan. Norbekov sog'lomlashtirish markazining Telegram kanal va YouTube'dagi sahifalarida ustozlarning video tavsiyalari bor. Shularni ko'rgan. Endi videolarni ko'rib, uyda o'tirib xato qilib qo'ymay cholim, men shu Toshkentga borsam, markaz o'qituvchilari bilan yuzma-yuz gaplashsam, mashg'ulotlarda qatnashib kelsam dedim-u, kelaverdim. Qariligimni bo'ynimga olmayman, mashg'ulotlarda qatnashdim va natijam mana bunday bo'ldi deb ko'zidagi o'zgarishlar haqida to'lqinlanib u bizga so'zlab berdi onaxon. Uyga davolandim. Bu kishining tavsiyasi asosida davolandimda ko'zim 2 qator ko'raydi, tippadi. 4-chi qatorga tushdim. Uyda. O'zingiz shug'ullanib. O'zim shug'ullanib. Keyin shoshmadim. Ko'zimga qandaydir o'zgarishlar bo'ldi-da. Men aytdim, xo'jangga aytdim, men bo'lmasam bo'lmaydi dedim. Noto'g'ri harakat qilib qo'yapman chog'im dedim. Ha qaranglar-da dedi. Keyin itachiroq kelaman dedi. Uzrli voqealar bo'lib qoldi. Keyin kelganimdan keyin ishonch menga juda baland. Norbekov meni yaqin qarindoshim yoki shunchalik berilib eshitaman bu kishilarni, shunchalik berilib harakat qilamanki, men bu kishilar bilan yashaganman-da. Shunday insonlarni boriga shukr deb duo qilaman, shunday duo qilaman, hayajonlanamanki, nima bo'lsa borishim kerak. Natija qanday bo'ldi keyin? Natija hozir aytamanki, 2 qator pastga tushdim, o'zim davoladim masofada, ha. Bu yerda-chi 7 kunda. Keyin 2 qatordan keyin oxirgi qatorda qog'ozim uzatayotdi. Ha, qog'ozni bering, mana. Mana, ha. Buni bering, bu mana anaqa ekan. Endi ustozim tushunadi. Oxirgi qatorda men birda endi men birga keldi. Mana ko'rsatib qo'ying bu yoqda. Qayerga tushdi ishchi qatori? Men birga keldim. Ilgari buni zo'rg'a ko'rardingiz. Uyda buni ko'radigan bo'ldingiz. Endi bu yoqqa ko'ryapsiz. Bu yoqqa kelib, men shu yergacha keldim. Kelganimdan keyin men birga keldim. Kechadan avval kelib, bitta shug'ullanaman. 2 qatorga yaxshi natijasi ham bir vaqt bersa o'zim bilmayman. Men mana shug'ullanayotganman, mana qizcha yonib o'tirgan. O'ylayman-ya, men mana bu tushibman-ku. Peshonangdan bitta o'pay, men 3 qatorga tushib ketibman-ku deb. Yonimdagi ana qizni peshonasidan o'pdi. Hozir ko'zingiz meni ko'zimdan ham yaxshi ko'ryapti ekanda demak. 2 qator qoldi. Pastdan, ha? Mana shu, ha? Men shunga ishlayapman. Zo'r. Qayerdan keldingiz? Qashqadaryo shahri sabzida. Qashqadaryo shahri sabzida. Mana kelish niyatim bor. Qulog'imga shangillash qoldi. Keyin men berib Norbekovga aytdim. Kuydirish asorati bor dedim. Keyin mashq qilaydi dedim. Mashqda keyin haqiqatdan ham noto'g'ri qilayotganman. Ko'p nima qilmay dedi. Bunday qilmay dedi. Men beraz dedi. Nima qilay dedi. Oktober mashqidan keyin o'zim o'sha yerga mashq qilaman hozir. Turib, mana shu yerga mashq qilaman. Ya oktober mashq bunga tushdi, oktober mashq judayam yoqib qoldi. Afarin bularga. Endi siz ham ustozlik qiling shahar sabzga borib. Allohga shukr, nasib. Chunki bu joyga keladigan insonlar ko'pchiligi o'zi o'rganib olib, uyga borib qarindoshlariga, qo'ni-qo'shnilariga yig'ib olib dars ham o'tar ekanda, eshitib qoldim shuni. Bizga o'tmoqchiman. Qizlarga itachiroq keling, biz ham sizga qo'shilib harakat qilamiz deyotibdi. Norbekov sog'lomlashtirish markazining dovrug'i haqida Qozog'istonda turib eshitgan mehmon ham 2 ko'zdagi glaukoma bilan kelgan. Men natijani 3 kunda oldim dedi u biz bilan suhbatda.
qanaqasiga? Ikkala ko'zimda ham glaukoma bor edi. Endi u yoqda adashdimi, bu yoqda yaxshi nima qildimi? 3 kundan keyin bitta ko'zim toza chiqdi. 3 kunning ichida bitta ko'zida glaukoma yo'q. Glaukoma toza chiqdi. Yo'q dedi. O'sha yerda tekshirildim. Ikkinchi ko'zimda 5% ko'rardi, 10% ga ko'tarildi. Men endi ochki taqmayman. Qanday nima ochki taqamiz? Glaukomaning ochkini. 10% ga o'tdi bu ko'zim. 10% ko'ryapti hozir, xudo xolasa. Keyin bir yorug'lik, yana bir yorug'lik paydo bo'ldi. Yaxshi, xudo xolasa, natijalari yaxshi. Shuhrat akamizga kattakon rahmat aytamiz. Boya siz aytdingiz-ku kirgan paytda. Men yotib qolgan edim, xafa bo'lib, endi tuzalmaydi ekan. Bu kishini intervyu berayotganlarni ko'rib qoldim, Feruza opamiz bilan birgalikda. Shuni bir Qo'qonlik To'ra hoja do'stim yuboribdi menga. Ko'zlar 100 yoshga yetsa ham tiklanadi degan nimani eshitib qoldim. Shundan keyin men o'rnimdan sekirib turdimdagi, men bormasam bo'lmaydi deb mana kelib qatnashib natijalar olib, xudo xolasa. Afsusdamasiz kelganingizdan? Yo'q endi, xudo xolasa. Nimaga? Mana natijalar bor. Shuningdek, qozog'istonlik mehmon Turkiston shahrida qurdirilgan O'zbekiston tashabbusi bilan bunyod etilgan Miromon ota masjidi uchun alohida davlat rahbariga va shu ishga bosh-qosh bo'lganlarga minnatdorlik bildirishni ham unutgani yo'q. Va bu yangilikni menimcha siz ham bilgan bo'lsangiz kerak. O'zbekiston prezidentiga katta rahmat aytamiz. Yaqinda bizning Qozog'istonda Turkiston shahrimizga katta masjid qurib berdi. Mir Amon ota masjidi deb. Rahmat. Nurlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' salomat bo'lsin. Xonadonlaringizda, hamma o'zbekistonliklarning xonadonlarida islom chirog'i qiyomatgacha yonib tursin. Amin. Aytganingiz kelsin. Men sizni videoingizni ko'rib keldim bu markazga deb gap boshlasa kimdir, yuragimni hovuchlab turadigan bo'lib qolganman. Ish qilib natija yaxshi bo'lyaptimikin degan savol bir o'tib qoladi-da baribir. Shuning uchun darslarda hali u darsga, hali bu darsga kirib nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti, natijalar bormi, yo'qmi, tinglab ulardan intervyu olib yuradigan bo'lib qoldim. Navbatdagi yigit ham xuddi shunday gap boshladi. Ish qilib aldagan bo'lmaydi dedim uni gaplarini avvalida. Norbek markazi haqida sizdan eshitgandim. Unda ishonmagandim. 10 kunda tiklanyapti deganingizni umuman ishonmagandim. Aldaqchi degansizda. Shunaqa deganman. Keyin Shohruh Yusufovdan eshitdim. O'shanda ham ishonmadim umuman. Keyin onam ag'da viloyatda ko'rib qolgan ekan. Shunaqa bor ekan, borgin dedi. Ha, bo'pti deb keldim. Birinchi kuni ham ishonmadim hattoki. Umuman ishonmadim. O'zimni majburlab mashqlarini qildim. Hali soxta tabassum qildim-da, qisqacha qilib aytganda. Birinchi kuni keldim, 5-qatorda edi. Oxirdan 5-qatorda edi. Birinchi kunda o'zida bitta qator pastladi. Voy. Keyin ikkinchi kunda 3-qator, oxirdan 3-qator ko'rinishni boshladi. Keyin birdaniga 4-kuni yana 2 qator pastladi. Keyin hozirga kelib oxirgi qatorda bemalol ko'ryapman. Qoyil zo'r gap bo'lishi mumkin. Umumiy qilib aytganda 5 qator pastladi-da hozirgi. Yana 1 qator qo'shib beraylikmi sizga ham? Mayli, mayli. Uyda shug'ullaringizga. Demak, Sarvar aldoqchi emas ekanmi? Yo'q. Yolg'on gapirmas ekanmi? O'zi masjidda kadr sal orqaroq olib borib tursangiz bitta savol berib olamanda. Meni eshitib kelganlar bormi oranglarda? Bizni eshitib, meni eshitib kelgansizlar. Men aldabmanmi, aldamabmanmi? Yo'q, aldamagansiz. Juda ko'pchilik aytadi-da, Sarvar chiqib olib gapiraveribdi, undoq debdi, bundoq debdi. Lekin mana sizlar natija olyapsizlar. Men sizlarga yuqorida ham aytib o'tdim. Norbekov sog'lomlashtirish markazida reklama qilishga meni reklamamga hojat yo'q o'zi. Men gapirguncha ham bu joylar to'lib o'tirardi. Endi men nimaga gapirishni boshladim? Meni ham kuzatadiganlarga yetib borsa, yechim sifatida ular hayotiga kirgizsa, xursand bo'lsa. Men bu yerni maqtaganimdan bir sariqchaqa foyda olmayman. Insonlarga manfaat o'laroq gapirib, mana sizlarni ko'rib xursand bo'laman doim. Natijani sizni eshitib kelib, natija oldik desangiz, ana meni deb degan ma'noda emas. Men yomon narsani reklama qilmayapman ekan degan ma'noda xursand bo'laman. Shuning uchun ashu sizga ham o'sha yolg'onchi Sarvar mana endi rostgo'yga aylanib. O'zim qora bo'lsam ham ichimcha unaqa qora emas. Insonning tanasida kuzatilayotgan va ruhiyatda boshlangan xastaliklar ustida ish olib borib, insonlarga shifo topish yo'lini o'rgatayotgan
davolab qo'yib, chiroyli sovg'a qog'oziga o'rab, bantiklar bilan kuzatayotgan emas, o'zlariga sog'lom bo'lishni o'rgatayotgan markaz ustozlarining natijalarini eshitaverib, ko'zim ko'raverib, o'rganib qolibman-da deyman ba'zida. Hayratlanmaganimdan. Lekin kundan kun yangi natijalar, kundan kun bir men eshitmagan kasallik va u kasallikka shifo topganlarning fikrlari. Xullas, hayratlar ichidaman hali ham. 6 oy bo'lgan bo'lsa ham markazga kelganimga. Ko'z bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish ustiga qurilgan 7 kunlik kursning asoschisi, ya'ni mana shunday kurs qilaylik deb tashabbus bilan chiqqan ustoz Shuhrat aka esa shogird bo'lib tushganiga 44 yil bo'lganini esladi. Mirzakarim Norbekovga, akademik ustozga. Va 30 yildan beri o'qituvchilik qilyapti. To'liq faoliyatga kirishgan. O'qituvchilik faoliyatining yoshi meni yoshim bilan teng ekan. Endi Rossiya, O'zbekiston, Ukraina, Moldaviya, Qozog'iston kabi ko'plab mamlakatlarda minglab insonlarning ko'zi, qulog'i, qoshi, tirnog'igacha xastaliklari bilan ishlagan insonning natijalari mingdan ortiq bo'lishi, millionlarga yaqin bo'lishi tayin. Men buni bilmayman. Lekin men ko'zim bilan ko'rganlarim minglar atrofida. Dog' bo'lib ko'rganlar va o'sha dog' yo'qolganlar, oqarib kelib ko'rishni boshlaganlar o'sha joyini. Bormi? Rahmat, boshlaringizni silab qo'yinglar. Xursandmisizlar? Kayfiyat qalay? Kechqurun ko'rishlari, tungi ziriyni yaxshilashganlar bormi? Kim sizda? Rahmat. Ranglarni tiniqlashganlari, ko'rish sifatini oshganlari. Rahmat. 3D dediğimizmi, 4-5D dediğimizmi, mana объемni yaxshi ko'rishi, shu yaxshilanganlar yoki payqadinglar bormi? Albatta. Xursandmisizlar? Kayfiyat qalay? Ko'zlari eng tip-tiniq ko'radigan, baxtli, chiroyli. Rahmat. Alqishlab qo'yinglar o'zlaringizdan. Rahmat. Katta rahmat. 1.75 edi-da, o'sha qilib yura olmasdim, taqmasam. Keyin yaqinga ham o'qishga qiynalardi. Shu men uzun ochkisini umuman birinchi kundan tashlavardim. Birinchi kundan taqmayman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Birinchi kunni o'zidanmi? Birinchi kundan taqmayman dedim. Lekin ana kichkinasini o'qishgina hozircha taqib turibman, keyin uni ham xudo xolasa tashlash niyatim bor. Mana ko'zim oldida mana joy namozga shuni o'tsam, ko'zim oldim, ammo sharpa turardi, qora sharpa turardi. Doim o'sha yo'q bo'lishini xohlardim. Hozir o'sha sharpa yo'q bo'ldi menda. Yo'q sharpa. Tiniq ko'ryapman, joy namoz hamma nuqtalargacha ko'ryapman, alhamdulillah. Undan ham biri men kayfiyatlarim juda yaxshi bo'ldi. Sezilib turibdi. Albatta. O'yda hech narsaga ahamiyat bermaydigan bo'ldim. Asablarim buzmaydigan. Bor, deb hamma narsaga xursand yuribman. Qaddi-qomat kayfiyat, hammaga qaddi-qomat kayfiyat deb yuribman. Alhamdulillah, ustozga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Davom etsin bu. Bardavom bo'lsin, rahmat. Sizni ham natijangiz bardavom bo'lsin, xolajon. Rahmat. Hali 30 yoshga ham kirmagan qizning ko'zini operatsiya qilamiz deb so'ralgan pul qancha bo'lgan? Nima muammo bilan keldingiz? Ko'zingizda holat qanaqa edi kelgan paytingizda? Ko'zim umuman ocholmasdim, ko'zim og'rirdi. Ko'chaga sal chiqib ketsam, ko'zimni yumib yotib olardim uyda. Yorug'likni ta'sirida og'riq bo'larmidi? Ha, yorug'likni ta'sirida ham ko'zimda dangasa ko'z kasalligi bor edi. Keyin gavhar almashtirish muolajasini aytishgan, 5 ta klinikaga borganman. Operatsiyaning o'ziga 65 million, ko'rish, boshqa tekshirishlardan tashqari. Agar operatsiyadan oldin ham qotirish, boshqa 2,5 million, tekshirishlar 2 million, 1 million ketardi ularga. Iyunning boshiga operatsiya rejalashtirilgan edi, lekin yoshim inobatga olib, hali 30 yoshga to'lmaganim uchun ham operatsiyadan bosh tortdim-da bu yoqqa keldim. Mana birinchi qator bilan boshlagan edim. Birinchi qatori qanaqa ko'rardingiz? Ochkisiz. Xira, uni ham zo'rg'a. Hozir birinchi qator tip-tiniq. Hozir bu yoqqa tushdingiz shunda. Hozir to'rga tushdim. To'rga tushdingiz. To'rga tushdim. Qatnashdan oldin ham bilasiz, negativlar ko'p, orqaga tortadiganlar ko'p, lekin ishondim. O'shitga borsam sog'ayaman, yaxshi bo'laman deb o'zimga ishondim. Rostdan imkoni bor deb.
bu yoqqa kelganda birinchi shuni angladim, biza kulishni unutargan ekanmiz. Kulishni o'rgandik. To'g'ri, operatsiyaga taklif qilinadi. Operatsiya ham oxirgi chora qilmasa bo'lmaydigan jihatlari bor va kelganlardan keyin o'sha odam baribir tushkunlikka tushib qoladi, chunki ko'z bilan bog'liq muammoda u, ko'r bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Boshqa endigina 30 ga kirgan. Keyin o'sha mashq boshlangandan keyin gaplashdik. Yaxshi bo'lib ketasiz. Men ko'zlariga qaradim, jiddiy bir nimalar yo'q. Ya'ni oqi, ko'z olmasi o'zi joyida turibdi, gavhari, qorachiq, suyuqlik, shishasimon tana va ko'rish to'r pardalarida juda bir jiddiy bir jarohat ya bir narsalar yo'q. Shuning uchun demak umid bor. Bemalol ana qiling dedi, faqat ko'zoynaklari juda slojni qilib tashlagan ekan. Qancha slojni qilib tashlaversa, ko'z shuncha dangasa bo'lib qoladi. Va oddiyga qiling dedim. Faqat dioptriyaga kelganlarga aytaman. Ko'z bo'yicha oddiy dioptriya, masalan 12 mi nechi dedi, hozir 12 bo'lsa 10, 10 bo'lsa 8 ga tushiring dedim. Menimcha 8 mi 7 ga tushirgan. Va o'sha keyin past dioptriyali ko'zoynakda tiniq ko'ra boshlaydi. Tiniq ko'ra boshlaganda yana pasatadi. Yana pasatamiz. Chunki unga o'rganib qolmaslik kerak. Shunday qilib paslatib, keyin oxirida chiqib ketadi ko'zoynakdan. Ana shunday tavsiyalar beramiz. O'zi aksariyati ko'zoynak bilan kelib tashab keldim ko'zoynagimni. Mana 7-kun deyapti. 4 kunda, 5 kunda, 6 kunda, 7 kunda ko'zoynakni umuman tashlab yuborishiga nafaqat biz eshitib o'tirganlar ishonmasligi mumkin. Balki shu ko'z bilan shug'ullanib yurgan va shu yo'nalishda ilmiy ishlar qilgan insonlar ham ishonmaydi-da. Shunday. Bizni territoriyamizga aralashma deb yuborishi ham mumkin oftalmologlar. Aslida o'sha bizni do'stlarimiz bo'ladi. Ana shu bir-birimizga tajriba almashishimiz kerak. Mana men jon deb tajribamni yashirmayman. Mana shu 44 yillik shogirdlik davrimdan ustozimdan hamma misqollab u o'rgangan tajribalarimni bemalol bo'lishaman. Yana ham kuchayib ketamiz, yana ham o'sha insonlarga yordam berishimiz tezlashadi. Chunki buni 2 metrga 1 metr joyga olib ketib nima foyda ko'ramiz? Shuni qoldirish kerak. Ya'ni ilmiy tomondan oftalmologlarimiz, okulistlarimiz, fan o'sha doktor navqlarimiz hammasi birgalikda biz uchrashib, iloji bo'lsa fikr almashib turishimiz kerak. Oddiy narsalarni masalan men bilmasligim mumkin, oddiy narsalarni ular bilmasligi mumkin. Fikr almashsak, ikkalamiz ham boyimizda tajribalar bilan. Shunga intilyapmiz o'zi Xudo xolasa. Mana teri bo'yicha Samarqandda shuni yo'lga qo'ydik. Oq dog'larni ketkazish bo'yicha hozir Samarqandda Norbekov filiali mana shu dermatologlar bilan fan nomzodlari, doktor navqlar bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Ular ham psixologik tomonini, ham o'zlari meditsina tomonini birlashtirgan. Psixologiya bilan meditsinani birlashtirdi, natijalar dahshat bo'lyapti. Xudo xolasa ana shu ko'z yo'nalishida ham harakat tayanch tizimi, umuman 14 ta sistema, insonni sistemasi bo'yicha, hammasi bo'yicha birgalikda ish olib borishimiz kerak. Men hozirda 13 yoshdaman. Men oldin birinchi kelganda rosa o'yladim, yordam beradimi yoki yo'qmi deb. Ishonmadim-da uncha. Keyin qarasam yaxshi yordam beryapti-da. Qanaqa edi ko'zingizda ilgari? -2,5 edi. Hozir menimcha -1,5 larga tushgan. Qaysi ishchi qatoringiz bo'lgan kelgan paytingiz? Ishchi qatorim mana u bo'lgan. Pastdan 4-chi. Mana ularni ko'ryapman. Eng oxirigidan bitta oldingisini ko'ryapsiz. Buni sal xiraroq ko'ryapman. Eng pastdagisini. Mashg'ulotlarni davom ettirsangiz, demak nima bo'ladi? Hammasi ko'rinadi. Siz natija oldingiz demak. Qoyil. Menga ustoz maslahat berdi. Maqsad qo'yinglar, hamma maqsad qo'ysin deb aytishdi. Men hammaga ustoz aytdi, ochkingizlarni tashinglar yoki dioptriyaga tushiringlar dedi. Men boshqacha maqsad qo'ydim. Ya'niki men ochki umuman taqmayman. Qoyil.
Zo'r. Bardavom bo'lsin natijalaringiz. Biz birinchi men doktorga borganda operatsiya qilamiz. 10 yil 18 yoshga to'lganingizda edi. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasmidi? Ha, yaxshi ko'rmas, bittasi minus 1,5 edi, bittasi minus 1 edi. Keyin ayam 6 oydan keyin o'sha Nurbekov haqida gapirib qoldi. Keyin qayerda ekan desam Toshkentda dedi. Keyin shayga keldik. Keyin birinchi kuni pastdan 4-qator edi. Bir kunda bir dioptriyadan tushdi. Ikkalasi ham. Ha. Hozir qaysi qator anaqa olib turaylik. Qaysi qatorni ko'rardi? Qaysi qator siz eshitish qatoringiz edi? Mana shay men ishchi qatormidi? Bu. Keyin hozir mana bundoq qilganingizda, kelgan paytingizda. Keyin hozir qayerda ko'ryapsiz? Hozir men aytdim, to'liq ko'ryapman. Eng oxirgi qator to'liq ko'ryapsiz. Keyin yopishtirishga o'tdim dedi domla. Keyin yopishtirishga o'tdim. Devorga yopishtirib ishlayapsiz. Ha, bu bilan ishlayapsiz. Hozir eng oxirgisini ham ko'ryapsizmi? Yo'q. Ha. O'sha mana shaydan ko'ryapman. Bu yerdan ko'ryapsiz, yopishtirib ishlayotganda. Ha. Deyarli mana ham o'zi tirnoq ko'rishni boshladi. Qoyil. Endi operatsiyaga ham hojat yo'q deng. Mashg'ulotlarni davom ettirsangiz yana ham zo'r bo'ladi, natija. O'sha bugun ketganimizdagi uyda bir oy mashq qilamiz ekan, keyin to'liq ko'rinib ketdi ekan. Zo'r. Bardavom bo'lsin. Va shuncha yillik tajribaga ega bo'lgan ustozga savol beraman. Kimlar tezroq tuzaladi? Kimlar o'rtacha tezlikda? Kimlar umuman natija olmasligi mumkin? Tuzalishiga ishonganlar tez tuzaladi. 3 guruhga bo'laman men. Tuzalishiga mutlaq ishonmaydiganlar ham tez tuzaladiki, qachonki rezultatni, natijani ko'rsa. Shunga qarang, siz ishonmaysizmi deyman? Ha. Tuzalishingizga, ko'zingizning tiklanishiga ishonmasligingizga ishonasizmi deymanda, o'ylanib qoladi. Chunki bunga ham ishonish kerak-da. Mana bu yer o'rta sarson, qiyin, sudrash kerak. Chunki bular ishonsa ham juda kam ishonadi. Tuzalishiga bizga kerak emas ishonishi. Kimgadir. Organizmning tuzalishiga nazorat qilyapmiz, ishonishini. Va ishonmasligi ham ishonmaydaligi. O'rtachasiga aytganda niribanimiyasi. Arosatdan Xudo saqlasin deydi-ku, jannat, Xudo ko'rsatmasin, do'zax arosatda qolib ketgan chatoq ekan. Bu ham Allohning rahmi kelsa chiqargan. Do'zaxdan ham chiqib, haligisini o'tab bo'lgandan keyin gunohini keyin bu yoqqa kirishi mumkin ekan. Mana bu chatoq ekanda, arosat. O'shaning uchun mayli ular o'zlari nima qiladi, lekin kesin mana shuncha odamlar bor, boyaga gapiryapti. Menga-ku ularda nimasi yo'q. Ko'zlarini tiklab olsa o'zlariga yaxshi, uni men uchun qiladimi? O'zlari uchun qiladi. Norbekov markaziga kelib, bemalol ko'zlarida zreniyani tiklab ketish imkoniyati bor. Faqat shuni aytamiz xolos biz. Endi shu o'rinda tekin tavsiya. YouTube va Telegramda Norbekov sog'lomlashtirish markazi sahifalari mavjud. U yerda nafaqat ko'z ko'rish o'tkirligi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga qaratilgan, balki turli tizimlarda uchraydigan xastaliklarni yengishga yordam beradigan mashg'ulotlar video ko'rinishda joylab boriladi. Endi mana shu videolarni ko'rib, tekin tavsiyalarni olib, o'zingizdagi ijobiy o'zgarishlarni o'zingiz kashf eta olasiz. Markazga kelganingizda esa natijani boshqalardan eshitib, jamoaviy tarzda shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishingiz. Markazga kelganingizdagi mashg'ulotlarning ahamiyati nimada desa, jamoaviylik bo'lgani uchun, ulardagi natijalarni ko'rib, menda ham bo'larkanda degan ishonch tug'ilishi uchun manzil asqotishi tayin. Va bizga intervyu bergan navbatdagi ayol ham xuddi shunday. Nabirasini markazga olib kelib, o'zi darsda o'tirib, 8 yildan beri eshitmayotgan qulog'ini eshitadigan qilib oldi. Mening bir yan tarafim eshitmasa, endi bu yanam o'ssa, men hech qolaman, uyda o'tirib qolaman-ku, deb xafa bo'ldingiz. Yomon bo'ldim. 8 yil eshitmagan qulog'ingiz? 8 yil eshitmagan quloqim 5 kunda quloqim ochilib ketdi. Shuning uchun shu bolalar rahmat. Avvalo
ana. Talaverse işi dostuma. Meni sürrebek geldi. Sürrebek geldi. O qarang, mo'jiza bo'pti, Mo'jiza haqiqatda. bo'ldi. 2024-yilda qulog'idagi apparati bilan kelgan qiz shifokorlar butunlay endi kar bo'lib qoladi, soqovcha tilni, surdi tilni o'rgataveringlar degan gapni eshitib markazga kelgan qiz 4 kunda qulog'idagi apparatini otib eshita boshlaganini aytdi bizga. 2024-yilgi voqea. Biz 2026-yilda ham u qizdan intervyu oldik. Qizimizni 5 yoshida bilganman eshitmasligini. Bu yoqqa bordik, tekshirtirdik. Oxiri xulosa karlik xulosasi chiqdi, xulosasi berildi. Gapira olmasdi. Noyabr oyida kelganmiz. Shunda bo'ldi. O'smirlar kursidan tugatib, uyga borgandan keyin bir haftadan keyin eshitish apparatini batamom tashladi. Hozir eshitish tiklanganmi shunda? Eshitish tiklandi. Eshityapsizmi? 90% tiklandi. Bu bizga oson bo'lmadi. Keling, bu mavzuni navbatdagi videoga olib qo'yamiz. Quloq bilan bog'liq muammolarni tiklash haqidagi kontentni keyinroq e'tiboringizga havola etamiz. Yana bitta tekin tavsiyani aytib o'tmoqchiman. Mirzakarim Norbekovning Tentakning tajribasi 1 kitobida ko'zning imkoniyatlari, ko'rishni qayta tiklash mumkin ekanligi haqida mashg'ulotlar bilan aniq dalillar yozilgan. Bilmadim, ko'rdingizmi, yo'qmi, sochim taralmagan, yuzimga qaralmagan. Endi agar ko'rgan bo'lsangiz, demak ko'zingiz burgutnikida. E'tibor berib qaragan bo'lsangiz, bunday qilib ko'rish imkoniyatingizni yana ham yaxshilab olish mumkin bo'ladi. Endi ovozimni eshitib, bu bolani hali sochi ham bor ekanmi deb o'tirgan bo'lsangiz ham tushkunlikka tushmang. Yuqorida o'zingiz eshitdingiz, hatto butkul ko'zi ko'rmayotgan insonlar ham mashqlar yordamida natijalarni qabul qilib olishyapti. Xush kelibsan deb. Markazga keling, mutaxassislar bilan maslahat qilib ko'ring. Agar a'zoyingiz olib tashlanmagan yoki jiddiy jarohat olmagan bo'lsa, yoki yaqin orada ko'zda jarrohlik amaliyotini o'tkazmagan bo'lsangiz, balki markaz mutaxassislari sizga yordam bera olar. Sarvarni yuziga-yu sochiga e'tibor ham bermabman. Mavzu doirasidagi fikrlarni eshitibman xolos deyapsizmi? Tabriklayman. Unda siz juda noyob odamsiz. Men biror mavzuda kontent qo'ysam, so'zimga, ohangimga, undoq gapirga, bundoq gapir, ana qilmabdi, bundoq qilmabdi deb o'tiradigan insonlar mohiyatdan uzoq insonlar. Aslida so'zning mag'ziga yetib boradigan insonlar haqiqatan noyob tentaklar. Tentak kim degan savolga Tentakning tajribasi kitobida javob berilgan. Tentak bu haqorat emas bu o'rinda. Va aynan hozir aytmoqchi bo'lgan yana bir gapim, aslida ko'zlarimiz juda yaxshi ko'radi. Ayniqsa birovning kamchiliklarini qidirayotganimizda. To'g'rimi? Bu fikrdan yiroq bo'ling. Markazga kelayotgan, sog'lomlashtirish markaziga kelayotganlarning tushunchalari umuman boshqacha. Olamga tiniq, baxtli ko'z bilan, tabassum orqali qaddi qomatni rostlab qarasangiz, istalgan yerdan o'zingizga kerak bo'lgan istalgan natijani topa olasiz. Ko'zingizni ham qayta tiklashingiz mumkin. Yuqorida biz o'zimiz kimlargadir gap o'rgatib qo'yib, fikr yozib olganimiz yo'q. Tajribalar, to'plangan ko'nikmalar va yozilgan kitoblardagi mashqlar orqali insonlar hayotini o'zgartiryapti. Endi bundan ortiq gapirib kimnidir ishontirmoqchi emasman. Ishonmaydiganlarni cho'ntagiga baraka bersin, ishonadiganlarni hayoti barakaga to'lsin deyman xolos. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'z ko'zga tushguncha o'zingizni ham, ko'zingizni ham ko'z qorachig'ingizday asrang.